Mani elim, ellatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbegim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar mani kamida har dam. Salomatligi bor oqibatda oxiridagi moddam. Xotirjam o'zbegim mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yon ahli xarobotilar. Devonayu mashoyiq abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod. Hozirgi kunda ham noayyon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim, mana O'zbegim, millatim mana g'urur. Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Xiva tomon. Bo'ldim gadoy mani, bo'ldim gadoy mani. Stable 15-20 horses used to be in that stable. For saddle horses with Emir Road, age racing and aspec horses for transporting language. It was point of the horses belonged to his Rikob that always accompanied the Emir. Rikob is the emanated in the west occupation of the Emir. There is a two-storied building, Mirzo Khona, challenger storage keller, the storage of valves and curbs defensive place utensils were. Go'zal muomala, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan. Har bir o'zbekning olgan tarbiyasi shu. Lekin avlodi Temuriy nasllasab mana men fidokor. Atadim umuman olganda borimni. Hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham roziman umrbod. O millatim o'zbegim bilaman qadringni. O'zbegim